والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من اتبع الهدى. Hürmetli ahli İslam, mümin, Müslüman birodarlar, Odil akamni qutlug' xonadonlariga uzoq yaqindan hurmat qilib, qadam ranjida qilib kelgan aziz mehmonlar. Odil akam bir niyat qilib o'tgan ota-bobolarni, mana vafot etgan farzandlarini ruhini bir Alloh rizoligida xotiralasam, shu qo'ni qo'shni oshna og'ayni yori birodarlarga bir ziyofat, shunday bir ziyofatga endi amri ma'ruf bo'lsa, nahiy munkar bo'lsa, shuni savoblaridan mendan umidvor bo'lganlarning ruhini Alloh shod etsa degan niyatlarda mana bu xonadonimga bir Alloh taoloni fayzi barakoti bo'lsa, sihat salomatlik bo'lsa, nevaralarimni umri uzoq, tallari sog' bo'lsa degan ko'p savob va yaxshi bir niyatlar umidida shu ehsonni qildilar. Alloh taolo dargohida qabul aylasin. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda mana bir eng kichkina kalta sura bor, lekin ma'nosi juda ko'p, uzoq. Alloh taolo bu surada mu'minlarni qandoq bo'lishligini sifatlaydi. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Val asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu va tavasaw bil haqqi va tavasaw bis sabr. Alloh Qur'onda juda bir o'zini yaratgan mavjudotlarini, mahluqotlarini keragini, eng qadrligisini qasamga keltiradi. Qasamga keltirishligi bu yog'idagi so'zni qattiq tayin ekanligini ma'lum qiladi Alloh taolo. Ba'zi raviylar bu asrni namoz asr ham degan, albatta namoz asr ham nihoyatda farishtalarni o'sha paytda o'rin almashtiradigan payti bo'larkan, o'sha paytda duolar qabul bo'ladigan bir ulug' payt va bir ulug' namoz. Mana shu namoz asrga qasam desak ham bo'ladi debdi tafsirchilar, lekin aksari asrdan bu dahr, ya'ni bir 100 yillik zamon vaqtga qasam. Vaqt ham juda bir qimmatlik, Alloh taoloni bandalariga o'lchab berilgan bu vaqt shunday qimmatli narsaki, mana 1 soat o'tdi, 1 soat umringizdan 1 soati o'limga, ajalga, qiyomatga 1 soat yaqin bo'lgan bo'ladi. Mana shu 1 soatni, o'tgan 1 soatda olam mol dunyoni sarflab orqaga surib bo'lmaydi. Bu vaqtda 1 soatda astoydil o'tirgan odam 3 ta surani kalta 3 ta sura yodlasa bo'ladi. 1 soatda 1000 marta qul huvallohu ahadni o'qisa bo'ladi. 1 soatda 200 marta salovat etsa bo'ladi. Qanchadan qancha inson o'ziga savob topsa bo'ladi. Bu 1 soatning qimmati endi juda baland. Ana shu vaqtga, soatga, umrga Alloh taolo qasam qildirib, bu qimmatli vaqtni bandalar, insonlar zoyi ketkazmasligini Alloh taolo aytib turib, qasam qilib turib, innal insana lafi khusr, insonlar xusronda deydi Alloh, ziyonda. Foyda qolib ziyonga urishadi o'zlarini. Parvona yonib turgan o'tga o'zi mahliyo bo'lib, oxiri o'zini urib kuyib o'lgandek, insonlar ham eng
eng bevafo, kerak emas narsaga o'zlarini urishadi. Vafoli kerak bo'ladigan narsadan o'zlarini olib qochadi. Yoki o'sha kerakli vafo qiladigan, o'ziga hamroh bo'ladigan narsani tashlashib, bevafo narsaga berilib ketishadi. Oxir oqibat ziyon, o'zlariga foyda emas, ziyon qilishadi. Masalan, birodar, ertalabki tongdagi 2 rakat farz namoz 10 minut vaqtni oladi. Gardanizdagi qarz Alloh buyurgan, buni bajarasiz, qancha savob, qancha ishlaringizni barakoti, fayzi bo'ladi. Lekin shunga vaqt topilmaydi. Vaqt yo'q. Shu 10 minut, 20 minutga bozorga yo bir ishga yo bir oshga tezroq shoshilinadiki, 2 rakatgina namozni bir 4 ta sajdasi bilan, 2 ta rukusi bilan qilishga vaqt topilmaydi. Vaqti keladiki, qon yig'lanadi, ko'zdan qon to'kiladiki, nima shu 2 rakat namoz o'qimadim ha? Qani endi Alloh umr bersa, borib shu namozni yana qayta dunyoda boshqa ish qilmay, shu namozni o'qib Alloh rizoligida bir ish qilsam deb. Lekin insoniyat ibodatni eng oxirgi darajaga qo'yib, birinchi darajada shu nafsoniyatga, bevafo narsalarni yig'ishga, ko'zdan shundoq Alloh jondan omonatni, jonni shundoq tanadan olganni o'zida kiyib turgan kiyim birinchi bo'lib kiyimini yechib olishadi. Rosa berilib qurgan imoratiga bir kun sig'maydi. Bir kun bu yaxshi bo'lmay qolinadi, bir kunga o'tib qolinsa. Darrov yuvib tarab yog'och otda xaloyiqlar mozoriga olib boriladi. Ana endi go'rga kim kiradi? O'sha o'zini yolg'iz boshi kiradi. Hamroh nima bo'ladi? Iymon. Duo qilamiz janozada, iymonini salomat qilgin, iymoni hamroh bo'lsin. Endi shu iymonni mol dunyoga, narsalarga almashtirib qo'ygan bo'lsa, bevafo narsalarga u yo'q endi. U narsa go'rga kirmaydi. Hech kimni kapaniga topgan mol dunyosini qo'shib kapallavormagan. Hech kimni mana janozada puli hamroh bo'lsin, mansabi hamroh bo'lsin, moli dunyosi hamroh bo'lsin, bola chaqasi hamroh bo'lsin deyilmaydi. Iymoni hamroh bo'lsin deydi. Shu iymon agarda bo'lsa, insonlar o'zlariga bo'ladigan vafolik ishlarni, savob ishlarni xaridori bo'lmaydi. Qayta arzon savobni tashlab qimmat bo'lgan gunohga xaridor bo'lishadi. O'ylashmaydiki, bularni tavbasi bor, bularni tavba qilib qolayni endi bilib-bilmay qilganimmi. Bularni bir kun hisob kitobi bor. Bularni Alloh oldida bu topyapman-u, bularni qaydan topganligimni bir javobini berishim bor. Sufa Alloh yor etganlaridek safarda xavfi ko'ptir, moli ko'pning. Qancha mol dunyo ko'p bo'lsa, safarga chiqqan odamni yuki ko'p bo'lsa, xavfi ko'p bo'lib turadi. Ayniqsa mana tamojnidan o'tayotganda. Bitta sumkasi bor odam o'tib ketaveradi, mana men sumkam bor xolos deb. Lekin 10 ta chamadonni yig'ib olgan, qaltirab turadi, nima bo'larkin, nima qo'yarkin deb. Oxiratda ham shunaqa. Kam bo'lgan kam hisob kitob qilib yuboradi. Ko'pniki ko'pga cho'zilib ketadi. Jannatga 1 minutda kiradigan ham bor, 10 minutda kiradigan bor, 1 soatda kiradigan bor, 1 kunda kiradigan bor, 1 yilda kiradigan bor, 1000 yildan keyin kiradigan bor. Kiradi. Hisob kitobni qilib mo'min banda agar iymon bo'lgan bo'lsa Allohga-yu, endi bu yog'ida ko'payib ketgan bo'lsa, uni hisobi endi 1000 yillarga cho'zilib ham ketar ekan. Ana insoniyatning ko'p ishi ziyonda, foydadan ko'ra. Ana endi shu hamma mag'ribu mashriq, janubi shimol odamzotda hammasini millatidan, irqidan qat'iy nazar insonlar deb olib turib, shularning ichidan illallazina amanu deb Alloh mu'minlarni ajratib olyapti. Bular ziyonda emas deb. Mu'minlar ziyonda emas, ular foydada.
Endi mana mu'min qanaqa bo'ladi? Mu'minni sifatlayapti Alloh. Bir-biriga haq yo'lni tushuntiradi. Bir-birini aldamaydi, egri yo'lga boshlamaydi, ziyon yo'lga boshlamaydi. Haqiqatga chaqiradi bir-birini. O birodar, haq yo'lda yur. Pok bo'l, to'g'ri bo'l. Alloh taoloni tanigin. Allohim haq, Allohning yo'li, hidoyat yo'l, islom yo'lidan adashmagin. Bu hamma yo'llar vaqtinchalik yo'llar. Mana bu to'g'ri sirotal mustaqimdan borgin. Namoz o'qi, roza tut. Pulingdan bo'lsa zakot ber, qodir bo'lsang hajga bor. Qarindosh urug'ingga silay rahim qil, yetimni boshini silagin, qo'shning bilan yaxshi bo'lgin, ota-onangni hurmat qilgin, birovni haqqidan qo'rqin, birovni aldamagin, birovga zulm qilmagin deb haqiqat yo'llariga mu'minlar bir-birini da'vat etadi, bir-birini nohaq yo'lga chaqirmaydi. Va inson musibatdan, g'amdan, darddan xoli emas. G'am, kulfatlar, dard, alamlar kelganda bir-biriga sabr qilmoqlikqa taskin berib, bir-birini sabr qiling, birodar, sinovdamiz. Alloh sinovatdi dard berib, Alloh sinovatdi g'am berib. Mana shu sohibi xonadon ibodat bilan mana bunday da'vatlarni yozib olib, o'zlari ham tarqatib, boshqa qilib yurishlik bilan avvalo mana shu iymon bo'lsa, yolg'izi yori Xudo, Allohga bo'lgan iymon, Allohga bo'lgan ishonch insonni esankiratib qo'ymaydi, ruhan tushirtirib qo'ymaydi. Shu Allohga bo'lgan iymon, e'tiqod, umid bag'ish qiladi. Endi o'sha dardman bolamni o'zing rahmat qilgin, shu bir kasal bo'lib dunyoda o'tdi. Ilohiy o'zing endi u yog'ida, bu dunyoda hech narsa ko'rmadi, u yog'ida endi o'zing yarla qilgin degan duolarni qiladi. O'ziga taskin beradi. Oyni 15'i qorong'i, 15'i yorug' deydi. Ilohiy Allohim bu dunyoda mana shunday bir g'arib holda meni sinadi. Ilohiy oxiratimni obod qilsin deydi. Mana bu farzandlarimni iymonlik, e'tiqodlik, tanjonni salomat qilsin nevaralarimni deydi. Shu ish qilib mu'min odamga o'zi ham o'ziga taskin beradi, boshqa birodarlari ham taskin beradi. Bu dunyoda birodarlar Alloh taolo ayniqsa iymonlilarni ko'p sinaydi. Iymonini sinaydi, iymon e'tiqodini, Allohga bo'lgan muhabbatni. Hamma ham xursandchilikda Allohga shukr qiladi. Xursand ishi yurishib turgan paytda men Allohga ibodatim zo'r, muhabbatim zo'r deydi-yu, mana bu sal qiyinchilik kelganda farqi bo'ladi. Qani musibatda qandoq endi? Alloh berganda shukr qilib yurib, musibat berganda, dard berganda, g'am berganda qani Allohga shukri qanaqa bo'ladi? Muhabbati qanaqa bo'ladi? Bani Isroilda 70 yil ibodat qilgan bir insonni Alloh farishtasini yuvarib sinadi. Qani bandamni mana bir sina. Ixlosi, muhabbati, ibodati qanaqaligini bilasan. Farishta kelib 70 yil namoz o'qib, toat, ibodat qilgan odamga kelib aytdiki, seni 70 yillik namozingni Alloh qabul etmagan ekan. Sinovatdi-da. Sen ahli jannatlardan emas, ahli do'zaxlardan ekansan. Bunga nima deysan? Hali odam aytdi, men ibodatimni Alloh qabul etadimi, qabul etmaydimi, Alloh buyurgan deb bajaraman. Allohga muhabbatim bor. Meni yo'qdan bor qilib yaratgan Allohga. Jannatiga kirgizadimi, do'zaxigami, Allohimni o'zini ishi. Men Allohning buyrug'ini bajaraveraman. Men Allohga ixlos muhabbatim va Allohimni menga bir hasharot yo bir hayvon emas, aziz inson qilib yaratganini shukronasiga qo'limdan kelgancha shu toatni ibodatni qilaman. Shunda Alloh aytdi: ana bandamning menga qilgan ixlos, e'tiqod bilan qilgan ibodati qalbini shunchalik poklaganki, qabul qilmayman, sen do'zaxisan desam ham menga muhabbat bilan ibodat qilyapti. Aytkin, ahli jannatlardan hamma toat ibodatlarini qabul etganman, hammasini ajrini beraman. Ana endi ba'zi mabodo bir xil odam zo'rg'a o'zi ibodat qilib yurgan bo'lsa, unga kelib, seni o'qigan namozing bekor bo'lmaydi baribir.
qabul emas desa, qabul qilmaydigan bo'lsa, namozim bekor bo'ladigan bo'lsa, bekor bo'lib qo'ya qolsin deydi-da, yig'ishtirib ham qo'ya qoladi. Yoki shuncha namoz o'qisam menga mana u g'amni berdi, yo mana u musibatni berdi, mana u dardni berdi deydi-da, birato'lasiga yig'ishtirib ham qo'yadi. Bu Alloh taolo egamning sinovidan yiqilgan banda bo'ladi. Alloh taolo egamniga iymon keltirdim dedingizmi? Shu yo'lda mustahkam turing endi. Xursandchilikmi, dardmi, g'ammi, hammasiga birdek bardosh bermoqlikni, yaratganga har bir ishda tavakkal qilmoqlikda inson Alloh taoloning sinovidan o'tadi. Dunyoda tarix ilmi juda insoniyatni tarbiyalaydigan bir ilm, tarix ilm. Allah shuning uchun Qur'onda ham qissalarni, o'tgan payg'ambarlarning tarixini keltirishdan ibrat olinadi. Mana shu tarixga ham bir nazar solsangiz, Alloh degan bandalarning hayoti unaqacha gumurlab ketmagan. Hatto mana payg'ambarlarning boshiga tushgan musibatlar, g'am g'ussalarni birontasini biz boshimizga tushmagan. Ularga bo'lgan qiyinchilik, ularni chekkan kunlar, dard alamlari, ularni Alloh taolo qanchalik eng sevgan bandalarini Alloh payg'ambar qiladi. Shundan misol olaveringda, mana Ayyub alayhisalomni oling, Yusuf alayhisalomni oling, İbrahim aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz birontalarini hayatı bir faravon, bir yegan oldi da yemagan ketdi, endi bir shu tojli davlatda maishatda o'yin kulgi yo'q. Ularning har kuni, har minut soati tashvish, g'am g'ussa, dilozorlik, bir ish bo'lib turayotgan, bir dard bo'lib turayotgan, bir g'am kelib turilayotgan. Mana dunyoda eng bir dardlarni, musibatlarni og'iri farzand dog'i. Ota-ona biladi bolani qandoqligini. Mana har birimiz ota-onamiz. Ana shu farzand dog'ini 6 tasini Muhammad Rasul sallallohu alayhi vasallamda Alloh sinadi. Biron marta shu bir hadisda yo bir nimada bir duolarni ko'rdikmi, nimaga meni bolalarimni ovozsan, shularni umrini uzoq qilgin, men endi yuragim bunga chidamay yotibdi degan biron bir so'zlari yo'q. Keyin qanday muttahamlar nima gaplarni gapirmaydi. Biz ozroq amri ma'ruf qilsak, birov bizga gapirsa arazliymiz, xafa bo'lib ketamiz. Qilmayman, olsin kim imomchilik qilsa qilsin, men imomchilik qilmayman deb darrov xafa bo'lib ketamiz, arazlavoramiz. Sarvari olamni muborak peshonalariga tosh otib yorishgan, oyoqlarini sindirishga toshlar otishgan biron marta endi bo'ldi, men da'vat qilmayman, Alloh bularni bir baloga giribtor qilgin deb qarg'avormadilar. Bular bilmayotibdi-da, meni payg'ambar ekanligimni tushunishmayotibdi, ishonishmayotibdi, bilishmayotibdi. Alloh bularga bildirgin. Nimani so'raysan ey Habibim? Tanimni sog' qil, da'vat qiling, oyog'imni shifo ber, oyog'im tuzalsin, men yana yurib da'vat qilay dedilar. Qanchadan qancha payg'ambarlar shunday aziyatlarni munofiqlardan, boshqalardan ko'rishdiki, bizni qayerga borsak to'riga o'tirg'izib, qo'limizga mikrofonlarni berib, qani taqsir gapiring. Shularning ichida bittasi sal mundayroq gapirsak, ko'ynimizga tegib ketib, xafa bo'lib ketamiz. Yo'q. 90 ta odam hurmat qilib turibdi, 10 tasi sal mundayroq bo'lsa, u ishtim emas. O'shani bo'lganiga shukr qiling. O'shanga chidang, o'shanga savob bo'ladi, shunga ajr bo'ladi. Birodar aziz, bu din yo'liga da'vat qilishda hamma ham keling, yaxshi gapirdingiz, zo'r gapirdingiz demaydi. Birovga gap yoqadi, birovga yoqmaydi. Birovni jahli chiqsa, birov xursand bo'ladi. Ana shu xursand bo'lib hurmat qilganlariga Alloh o'zingga shukr deysiz. Dilingizga azor berganlarga ham yo Rabbi ozroq bo'lsa ham sarvari olamga bo'lgan aziyatlardan ozgina bo'lsa ham menga totintirding. Ilohiy buni bu baxtga muyassar etding. Shu zamonda da'vatchi qilib qo'yibsan. Shu zamonda din yo'liga, namozga chaqiradigan, "Ho odamlar, namoz o'qinglar, haromdan qaytinglar" deydigan qilib qo'yibsan. Ko'cha-ko'yda ichkilik ichib dumalab yurgan ham menga o'xshagan inson unaqa qilib qo'yganingda nima qilardi?
umr 90 ga kirib boshim sajdaga tegmay o'tganlar qatorida bo'lganimda nima qilardim? Mana bir xil xalq bor. Kallasi, miyasi, ishi biznikidan ham qolishmaydigan it go'shini yeydi. To'ng'iz go'shini yeydi. O'shalardan bo'lib qolinganda nima bo'ladi? Mo'min musulmon bo'lib dunyoga kelgansiz, ahli islomni farzandi bo'lib dunyoga kelgansiz. Eng Allohning bir halol ne'matlarini yeb, yana qandoq joyda yashaysiz, 4 fasl mukammal bo'ladi. Hamma nozi ne'mat to'kilib sochilgan joyda, yoz, qish, bahor, kuzi, bularning shukriga bizni 50 vaqt namoz o'qiganimizda ham, 1000 vaqt namoz o'qiganimizda ham yetmaydi. Alloh taolo egam o'zi rahmati bilan bu bir 10 minutlik namoz sinov. Qani shu bajaramikin? Uyingizda gazingiz bor. O'g'lingizni bir sinab, o'g'lim ana o'tinlarni uyga toshib qo'ygin. Biron kun yoqarmiz desangiz, gaz bor-u uyda, gazlar nima qilamiz o'tinni desa, yuragingizga sal tegadi. Xo'p adajon, xo'p. Kerak bo'lmasa ham siz sinashga yetyapsiz. Sizga ham o'tin kerak emas. Shu o'g'ilni bajarishini, sizni hurmatini bilish uchun yetyapsiz. O'g'lim ana o'tinni olib kirib qo'y desa, sizga 1 soat aql o'rgatsa, "Ada maqamiz o'tinni uydi." Bo'ldi, baho qo'yib qo'yasiz yuragingizdan. Endi ikkinchisiga aytasiz, o'tinlarni olib kirib qo'y. Xo'p ada, terib olib kirib qo'yadi. Xursand bo'lasiz. Baraka topkur deysiz. Alloh taologa sizni 10 minutlik namozingiz arsh a'losini ko'tarib yormaydi Allohni. Tutgan ro'zangiz, hajga borsangiz ham, o'zingiz uchun ro'za tutsangiz ham, namoz o'qisangiz ham, zakot bersangiz ham, Alloh sizni qalbdagi mana u Alloh senga ishonaman degan so'zingizni qani ishonamikin, qani ishonsa shuni bajaramikin deb buyurib qo'yibdi uni. Endi mana shunday buyruqlarni Alloh taolo sinashga, bandasini bilishga, shukrini bilishga bergan bo'lsa, bunlarga qo'limizdan kelgancha shukr qilib, bir-birimizni hurmat qilib, oqibatda bo'lib, ha deb mana bir xil odam bor. Dunyodan o'tadi, hech kim janozasiga kelmaydi. Puldor bo'lgan, amaldor bo'lgan, janozasiga hech kim kelmaydi. Nimaga? Hech kimga qo'shilmagan, pul topaman. Ertalabdan kechgacha bozorda qo'shnisi o'lgan kela olmaydi. Xizmatchilik, ishchilik. Qarindoshi balnisada yotibdi, bir borib ko'ribga, tog'a xolani ko'rib kelishga vaqt topa olmaydi. Endi xizmatchilik, ishchilik deydi. Bir to'yga qarindoshi essa, unga ham bormaydi, boshqaga ham, ha u insonga ham odamlar baho qo'yib qo'yar ekan. Biz ham bormaymiz deydi, qo'shilmaymiz deydi. Bunaqalarni ko'rdik hayotda. Odamlar fe'lingizga qarab, odamgarchiligingizga qarab muomala qiladi odamlar ham. Odamlarnikiga borsangiz, uyingizga keladi. Odamlarni hurmat qilsangiz, sizni hurmat qiladi. Ha, endi men bulardan zo'rman desangiz, yo bir kuni shunday baho qo'yib qo'yar ekanki, odamlar ham buni ko'rdik. Alloh taolo egam insonni kamtar qilsin. Odamzotni qadriga yetadigan qilsin. Alloh taolo egam ahli islom qilib, aziz mukarram inson qilib yaratib qo'yibdi. Buni shukrolasini qilishimiz kerak. Bir podshoni qizi sog'aymabdi. Oxiri bir tavib kelib qizini ko'rib aytibdiki, shohim, qizingizni shifosi Alloh ko'rsatgan kuningdan roziman. Yuragimdan senga shukrim bor, hech shikoyatim yo'q. Bergan ne'matlaringni shukriga bani ibodatim oz. Sendan Alloh ko'rgan kunimdan, yeyotgan ne'matimdan roziman degan odamni ko'ynagini shundoq kiygizgan kuningiz qizingiz sog'ayib ketadi. Ya osonu. Shoh vazirlarini chaqirib, Allohdan roziman, ko'rgan kunimdan roziman, hech qanday shikoyatim yo'q degan odamni ko'ynagini olib kelinglar. Endi o'ziga to'q, bekzoda, amirzoda, boyvachchalardan kelib, Allohdan rozimiz, ko'rgan kuningizdan rozimisiz? Allohdan rozimiz-u,
ko'rgan kunimizda endi o'g'il yo'q, qiz shu o'g'il bo'lsa yaxshi bo'lardi, bir o'g'il bersa. Bu ketdi-da, shu bir javobga darrov javob berish kerak. Bittasidan so'rasa, bunim yo'q debdi, unisidan bular bo'lmadi. Endi ulug' yoshdagilardan so'raymiz, 100 ga kirganlar. Ota 100 ga kiribsiz, Xudodan rozimisiz, ko'rgan kuningizdan rozimisiz? Shu tishim tushib ketdi, tish bo'lsa, kampirim bo'lib qoldi, bir kampir bo'lsa, oyog'im og'riyapti, belim og'riyapti. Bironta 100 ga kirgan 100 yil yashadim. Ko'rgan kunimga roziman, Allohdan roziman demabdi. Hammasini bittadan tashvishi chiqaveribdi. Bu yog'i ham bo'lmadi-yu. Boringki bir oy butun mamlakatda aylanib ko'rgan kuningda roziman, shikoyatim yo'q degan odamni topshanmabdi. Shoh qani olib keldinglarmi ko'ynayni? Topolmayotibmiz. Beglardan, amirlardan, boyvachchalardan, qariyalardan, borki odamdan so'rasak million dardi shikoyat. Agar 3 kunning ichida yana top kelishmasang, 10ovingni ham kallangni olaman debdi shoh. Jahli chiqdi. Endi yana aylanishib topsholmay bir sahroga kelishib, bir-biri bilan xayrlashib, endi bizani podsho kallamizni oladisa, bir odam eshak minib ketayotgan ekan, qarasa, tuppa-tuzu vazirlar bir-biri bilan yig'lab xayrlashyapti. "O, taqsirlar nima bo'ldi? Ketaversangchi, eshitib qo'yaylik. Ko'rgan kunimdan roziman, Alloh sendan roziman, hech shikoyatim yo'q" degan odamni topolmadik. Endi shoh bizni kallam, "Yo'ni tepalikda bir odam kapa qilib olgandi, har kuni Xudo ko'rgan kunimga roziman, Alloh sendan roziman" deysa, uni vali kapaga yugurib borishsa, ichidan bekitib olgan, "Alloh, hayvon qilib yaratganingda nima qilardim? Inson qilib yaratibsan, aziz mukarram qilibsan. Aql beribsan, aql bermaganingda nima qilardim? Tanimni nosoq qilib, oyoq qo'limni bir nima qilib qo'yganingda nima qilardim? Hamma joy bu tan sog'. Alloh, har bir ko'rsatgan kuningga shukr, bergan rizqingga shukr. Oy, shukr qilayotgan inson, o ko'rgan kuniga rozi. Ko'ynagingni ber, bizani oldimizga chiq. Chiqolmayman sizlarni oldinglarga. Menda ko'ynak yo'q, ko'ynak kiyimni yo'qligidan chiqolmay shu yerda o'tiribman. Yo Rabbim, bittani topdik-ku, uni ham ko'ynagi yo'q kiyishga. Podshoni oldiga kelishdi, topdik. Qani ko'ynagi? Taqsir, Xudodan roziman, ko'rgan kunimdan roziman degan odamni ko'ynagi yo'q. Kiygani ko'ynagi yo'q odam podsho ta'sirlanibdi. Kiygani ko'ynagi yo'q odam ko'rgan kuniga rozi bo'lsa-yu, men podsho bo'lib turib bitta qizimni kasaliga sanlarni o'ldiraman, balo battar qilaman debmanmi? Alloh bergan dardni Alloh o'zi shifosini berar desa, qizi o'rnidan turib ketib qoldi. Birodarlar, yaratganim sinovudamiz hammamiz. Fe'limizga qarab zamonam, fe'limizga qarab rizqam, hamma narsa mana bu qalb egasi Alloh taolo zot sudur bilib o'sha niyatga yarasha qilib beraverar ekan. Allohning buyruqlarini birinchi darajaga qo'ysangiz, yaratgan oldida ham siz ham birinchi darajada turadi tilaylaringiz. 100-darajaga qo'yib qo'ysangiz, siz ham o'sha 100-darajada bo'lib turaverasiz Alloh oldida. Allohning amrini oldin qo'ying, Allohning buyrug'ini oldin qo'ying. Alloh taolo egam ham sizni tilagingizni, sizni maqsadingizni oldin qo'yadi. Hamma ish sekin asta bo'ladi. Lekin Alloh taolo mana sinovga kelganda bunda ham muhabbat bilan turing. Mana payg'ambarlarga qanday g'am g'ussa bergan bo'lsa Alloh, Fir'avnni 100 dan oshib ketganda ham bitta tishini qurt yemadi. Boshqa dardini joyini qo'yavering, 100 dan oshganda ham bitta tishi yo tushmadi yo bir zaharlanmadi. Farishtalar savol berdi, "Yo Rabbim, bu Fir'avnga na dard berding, na g'am berding. Nuqul omad baxt berasan, nuqul tanini sog' qilasan. Uchun men buni shundoq qilib qo'ydimki, o'zimdan yiroq qilib dard bermayman. Dard bersam bir kunda tanib oladi mana. O'zini xudo emasligini tushunib qoladi.
g'am bersam ham tushunib qoladi. Endi men shunaqaman deb o'ziga xudolik da'vosini qildimi, bu bilan oxirida hisobni qilaman. Bir g'am kelsa, u Alloh taolodan bir hikmat bo'ladi, birodar. Kimni qanaqaligini bilib olasiz. Masalan, pul boringizda, ish yurishib turgan paytida hamma og'ayni bo'lasiz. Alloh sizni amaldan olib, puldan ozroq qilib qo'ygandan keyin haqiqiysi qoladi. 1000 tadan 3 tasi qoladi. Ana shu sizga bir hikmat bo'ldi. Bilib oldingiz-da, u odamni ishi yurishib turganda hamma og'aynim deb yuraveradi, hammaga teng dardini aytib, ichidagi sirini aytib, ham Alloh g'am berganda, dard berganda eshikni taqillatib kiradigani iymonligi qoladi. Ya do'stim, kasal bo'lib qopsiz, ko'rgani keldim deb ikkita issiq nonni ko'tarib kelgan, u Allohning haqiqiy mo'min bandasi bo'ladi. Siz bilan Alloh uchun do'st bo'lgan bo'ladi. Shuni bilib olasiz kimligini. Hali og'iz burun o'pishgan eshigingizni yo'tirsin, ko'changizdan aylanib boshqa joydan o'tib ketadi. Uni ham kimligini bilib olasiz. O'zingizni ojiz banda ekanligingizni ham sizni yurg'izdirib qo'ygan, katta gapirtirib qo'ygan ham Alloh ekanligini bilib, Parvardigori olamga yurak bilan ibodat qila boshlaysiz. Odam tani sog' odamni omin deyishi bilan dardi bor odamni omin deyishini farqi bor. Yig'i qalbni egallaganda duoni ko'paytiring degan ekanlar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Bir nimadan qalbingiz erib ko'zga yosh qalqiganda duoni ko'p qiling. Qalbdan yig'i bilan bo'lgan duoni Alloh tez mustajab qiladi degan. Endi dard chekib yotgan odam, boshiga g'am yetgan odamni duosi tez mustajab bo'ladi. Ham shu bilan birgalikda hayotda sal baxtsizlikni, qiyinchilikni ko'rgan odamni ham yaxshi duosini oling. Alloh saqlasin, undayni duoyi badini olib qo'ymang. Yaxshi duosini oling. O'shanday odamlarni ko'ynini ko'taring. Shunday odamlarni ko'ynini ko'tarsangiz, ikki dunyoyingiz aziz mukarram bo'ladi. Baxtli odamni siz bordingiz uyiga, bormadingiz nima, parvoyi bitta. Siz bormagan bilan 100 ta boshqasi kelib turibdi. Lekin g'aribroq odamniki ko'yni yarim bo'ladi. Ular etsa boshingiz bilan boring. Ularni ko'nglini ko'taring. Alloh taolo ko'yni shikastalarini ko'proq yaqini bo'ladi. Ko'proq duolarini qabul qiladi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni rushdi, hidoyat, iymon, e'tiqodda mustahkam qilsin. Mana bu Odil akam ko'p yillardan beri qaysi masjidga borsam, o'sha masjidga borib turadilar. Endi u bir domla tanlashda emas, o'zi bir ota, bola, aka-ukaday bo'lib qolganmiz. Ko'ngil yaqin bo'lib qolingan. Ko'ngil bir-biriga ko'ngil Alloh rizoligida tushib qolinsa, bu kim bo'lishidan qat'iy nazar o'sha odam bir-birini istab turar ekan. Alloh taolo bu kishini o'sha mana bu kennayimizlar bilan qo'sha qaritib, endi mana shu nevaralarni tarbiyalashda, boqib katta qilishda Parvardigori olam bu kishini umrlarini uzoq, tanlarini sog' qilsin. Rushdi, hidoyat, iymon, e'tiqodlarini mustahkam qilsin. O'tgan ota va avlod ajdodlarni rahmat aylasin. Mana bir farzandi og'ini ko'rdilar. Bunga ham mana sabr bardosh qilib yuribdilar. Alloh taolo yana sabr jamil ato qilsin. Alloh subhanahu va taolo o'tgan o'sha o'g'illarini rahmat aylagan bo'lsin. Qalaka duo qiling.